Hammaga assalomu alaykum. Bu videoda biz qanday qilib Ctrl+C va Ctrl+V larni vazifasini ko'rib chiqamiz. To есть klaviaturalarda, Windows klaviaturalarida operatsiya sistemasida Ctrl+C, Ctrl+V vazifalarini ko'rib chiqamiz batafsil. Xo'sh, tasavvur qilamiz bizda ikkita faylimiz bor. Birinchisi test degan fayl va ikkinchisi item degan fayl. Kelinglar bitta oddiy fayl yaratib olaman. Bular papkalarimiz, uzr, bitta fayl yaratib olamiz. Masalan, bitta sozdать qanaqadir dokument fayl, docs fayl yaratamiz. Просто, masalan, index deb qo'yaylik. Bo'ldi. Bizda dokument faylimiz bor. Tasavvur qiling, bu docs formatim, bizning doc faylimiz mana buni ichida bo'lishi kerak, bu faylimizni ichida bo'lishi kerak va item degan faylimizni ichida bo'lishi kerak. Xo'sh, biz buni qanday qilamiz? Biz buni mana bu docs formatimizni bosamiz. Docs formatni bosib, ustiga уже bunday anavi выделенный bo'lib qoladi. Ctrl+C tugmasini bossak, biz buni kopировать qilamiz. Ctrl+C ni vazifasi bu copy qilish, to есть nusxalash. Bu faylimizni nusxa olamizda va qayerga xohlagan bo'lsak, o'sha yerga tashlashimiz mumkin. Masalan, shu yerda o'ziga tashlashimiz ham mumkin. Buni shu yerda o'ziga tashlashimiz uchun bu yerga bir marta bosamiz ekranimiz ustiga va Ctrl+V ni bosamiz. Ctrl+V ni vazifasi nusxa olingan narsani shu joyga tashlash, shu joyga qo'yib ketish. To есть nusxa olganimizni tashlash. To есть bunday oddiy narsa tushunsak bo'ladi. Ctrl+C bu g'ijimlab sug'urib olish, Ctrl+V g'ijimlab sug'urib olgan narsamizni tashlab yuborish. Bo'ldi. Mana shunday oddiy logika bo'yicha tushunsak bo'ladi. Xo'sh, Ctrl+C ni bosdim va shu ekranga Ctrl+V ni bossam, ana ko'rsangiz, xuddi shu narsani nusxalab olib kelib qo'ydi. Shunday. Ctrl+C, Ctrl+V ni qilingan narsa. Kelinglar endi biz buni testni ichiga solib ko'ramiz. Testni ichiga kiramiz. Papkamiz pustoy. Buni bosamiz, Ctrl+C qilamiz, copy qilamiz. Va test ichiga kirib Ctrl+V qilsak, mana ko'ryapsizlarmi? Index faylimiz kopировать bo'ldi, to есть nusxalanib ichiga solindi va tashqarida ham turibdi. Mana shunday. Va buni Ctrl+C bosamiz. Itemni ichiga kirib Ctrl+V qilsak, bu yerga ham tushaveradi, farqi yo'q. Xohlasangiz 2 marta tashlasangiz ham bo'ladi, lekin xato berib qoladi. Nimaga xato bo'lyapti desangiz, nomi bir xil bo'lib qoladi. Mana bu nom. Ikkita bir xil fayl bo'lishi xato narsada, shunga hisobiga mana shunaqa narsalarimiz kelib chiqadi. Agar siz propустить etib faylni bossangiz, nomi просто sal o'zgaradi, bo'ldi. Shunaqa. Ctrl+C, Ctrl+V ni vazifasini tushungan bo'lsangiz, yaxshi. Nafaqatgina fayllar bilan buni ishlatsak bo'ladi, balki oddiygina tekstlar bilan ham ishlatsak bo'ladi. Tekst degani nimalar? Masalan, tasavvur qilamiz, biz brauzerda ichida turibmiz. Google brauzerimizda men qo'yib bermoqchiman. Masalan, index html nimadir. Va shu yozuvimni mana buni ichiga tashlamoqchiman. Masalan, ChatGPTning ichiga shu savolni bermoqchiman va men erinyapman. Yozgan, ya'ni katta tekst bo'lishi mumkin bu narsa. Shu narsani erinyapman. Bunday qilamiz. Mana buni 2 marta bossak, mishkabimiz bilan 2 marta o'ng tomon, chap tomonni bossak, hammasi выделен bo'ladi va Ctrl+C tugmasini bossak, nusxa olamiz shu so'zlarni o'zini va bu yerga tashlasak va mana bu joyga tashlashimiz kerak. Mana bu yoziladigan joyimizga bunday mishkamizni bosamiz chap tomon bilan va Ctrl+V tugmasini bossak, mana ko'ryapsanmi, yozuvlarimizni nusxa olib kelib qo'yadi. Bu narsa katta anlar bilan ham qilsak bo'ladi. Masalan, katta tekstlar bilan ham ishlasak bo'ladi. Masalan, bizda qanaqadir katta tekstimiz bor. Masalan, mana bu yerda tekstimiz turibdi. Shuni Ctrl+C qilaman, выделить qilaman hammasini. Bizga kerakli bo'lgan joyini Ctrl+C qilsam va bu yerga o'tib Ctrl+V qilaman. Mana ko'rganlaringdek, men o'sha mana bu tekstni nusxa olib bu yerga qo'yib qo'ydim. Ctrl+C va Ctrl+V tugmalari mana shunaqa vazifalar bajaradi. To есть Ctrl+C nusxa olish, Ctrl+V nusxani joyiga qo'yish. Agar video yoqqan bo'lsa, hammaga rahmat. Bugungi shu darsimizda Ctrl+C va Ctrl+V larni batafsil ko'rib chiqdik. Rahmat.